eskini yamab esing ketadi, yangini olsang kayf qilasan degan joyi bor. Otasi bo'ladi. Fermer xo'jaligi rahbarining otasi. Qarang, mehnatni qarang. Nechiga kiryapti. Eng qizig'i bu yerda o'zbek akamiz ham ishlaydi. O'zbek akamiz shu yerda qochib kamerada Islombek kelmasangiz bo'lmaydi. Salom. Eslaysizmi, non, qotgan nonni tarxin qilardikdagina ichiga shakar sepib yerdik-ku. Ana shu mana bu talqon deymiz, talqon. Ana bu talqon, mana bu talqon bo'ladi, do'stlar. Assalomu alaykum, rais bolalar, fermer og'alar. Biz Germaniyaning qoq markazi Bavariyadamiz. Eng oxirgi jihozlangan robot sut sog'ish karuseli va semental zotli molxonaga kelganmiz. Bu yerda sizga xudo xolasa video davomida ajoyib faoliyat turi bilan tanishtiramiz va oziqlantirish oziqasi bilan tanishtiramiz. Buzoqlar to'g'risida gaplashamiz. Sizga nima kerak, qiziq joyi bo'lsa kommentariyaga yozib qoldirasiz. Kelasi videolarda o'shanga yetarlicha ma'lumot yetkazib beramiz. Endi ham karuselni qarang. O'zi aylanib yotibdi, robot. Hozir bu amaki nima ish qilyapti ekan? Otasi bo'ladi. Fermer xo'jaligi rahbarining otasi. Qarang, mehnatni qarang. Nechiga kiryapti va nima ish qilyapti so'raymiz hozir. Servus. Servus. Herr Graf. Darf ich kurz stören? Was machen Sie da und Ich bereite gerade das Karussell aufs Melken vor. Ah. Ich muss die Kamera, also hier sieht man besser die Kamera, sauber machen, dass die Kamera das Alter gut findet, wenn jetzt der Schmutz drauf wäre, dass das Melken flott geht, das Anstecken gut geht. Do'stlar, men kamerani tozalab chiqyapman dedi. Bu narsa shu mol kirganda aynan yelimni topish uchun lazerlarni tozalab chiqyapman. Ya'ni o'sha xlor bo'lib qoladi yoki boshqa bo'ladi, o'shani tozalab chiqyapman deyapti. Machen Sie das täglich? Oder? Täglich bei jeder Melkzeit. Also vor jedem Melken wird die Kamera eingesprüht und sauber gemacht. Okay. Har sog'ishdan oldin buni tozalab chiqargan. Wird am Tag zweimal gemolken oder? Aktuell wird noch zweimal gemolken, aber der Plan ist, dass wir ab Mitte August dreimal am Tag melken. Und wir wollen dadurch mehr Milch generieren durch dreimal melken. Und den Druck von den Kühen, die 50, 60 Kilogramm Milch am Tag geben, den Druck von Alter etwas nehmen und dass für die Kühe stressfreier ist. Darum wollen wir dreimal melken. Okay. Ya, hozircha 2 mahal sog'layapti ekan va 15-avgustdan boshlab 3 mahalga o'tamiz deyapti. Ya'ni shunaqangi mollarimiz bor, 50-60 litrgacha sut beradi bir kunda. O'shalar uchun bu muddatni ko'paytirishimiz kerak. Chunki mollarda stress holati kelmasligi uchun buni 3 mahalga o'tkazamiz deyapti. Kühe kommen dort selber oder treiben sie jedes Mal? Ja, also viele kommen selber, aber alle natürlich nicht, wie es immer so ist. Zum Schluss, wir haben 4 Gruppen, in jeder Gruppe sind so 70, 80 Kühe aktuell und die letzten 10, 15 Kühe muss man halt. Okay, das sehen Sie im Programm, welche nicht gemolken oder... Nee, wir melken ja mit festen Melkzeiten und mit Nachtrag, mit Warteraum. Ja. Die kann man hier sehen. Do'stlar, so'radimki, har safar mollarni o'zlaring haydab kirasizlarmi desam, yo'q dedi. Mollar o'zlari keladi, lekin 10 ta 15 ta mol bor dedi, o'zlari kelmaydi, ularni olib kirish kerak deyapti. Alle Kühe, also jede Gruppe kommt für sich in den Warteraum. Ja. Und da haben wir hinten Nachtreiber und dann gehen sie durch die Melken. Die ersten Kühe laufen von alleine durch und die anderen müssen man halt dann, den Nachtreiber kommt dann rauf und für. Bu kutish joyi, mana shu yerga keladi mollar va bu yerdan kirib ketaveradi. Oxirida kirmay qolgan mollarni yana o'zlari olib kiradi. Für diese Box kommt das selber oder treiben Sie auch bis hierher? Ja, die kommen selber zum Teil, aber die letzte Kuh muss man dann auch von der Liegeplatz. Mana shu joygacha o'zlari ham keladi mollar deyapti. Keyin orqasida ko'ryapsiz, itarib keladigan anonsi bor. O'zi robot bu ham jihozlangan, itarib keladi degan oxirigacha kirgizib yuboradi. Lekin kelmay qolgan mollarni kirgizish kerak ekan. Do'stlar. Ja. Das können Sie dann sehen. Wir fangen jetzt an zum Melken an. Wenn ich fertig bin, dann geht's los. Dann können Sie unter Melken Foto machen oder Film machen, kein Problem. Hozir sog'ish boshlanadi deyapti. Immer so. Also die erste Gruppe, soll ja schneller im Warteraum gehen, da tun wir mehr treiben. Und die zweite Gruppe, die hat eine halbe Stunde Zeit und die kommen dann zu 90% selber in Richtung Warteraum.
Aber dann machen wir das Tor auf und dann haben die Zeit, dass sie schön langsam zum Melken gehen. 90% o'zlar keladi, qolgan 10%ni olib kirishimizga majburmiz, chunki u hayvon baribir deyapti. Lekin hozir sog'ish vaqti boshlandi. U Germaniyada soat 4 bo'lib qoldi. 4lar orasida sog'ish boshlanadigan payt. Mollar o'zlari yelimi to'lganini biladi va keladi. Mol o'zi shunday, adaptatsiya bo'ladi bu narsaga. Yelimi to'lgandan keyin keladi, kiradi, sog'diradi va chiqib ketadi. Lekin jihozlangan, qarang. Und Das Karussell hat 28 Plätze. 28 Plätze. U 28 ta joy bor ekan. 28 ta mol bir vaqt o'zida sog'ladi. Kiradi, nariyoqqa chiqib ketadi. Bekommt ihr auch Futter beim Melkzeiten? Ja, kein Futter. Kein Futter. Deswegen ein Problem mit Lager, wenn Futter hier da ist und es sind viele Elektronikkabel, dass die Kabel zerstört werden. Wenn da Getreide, Schrot oder Staub da wäre, ist nicht so gut. Okay. Ya, bu yerda hech qanaqa oziqlantirish nimasi yo'q ekan. O'zlar, chunki agar oziqlantirish qo'yadigan bo'lsa gapda, bu yerda har xil elektr jihozlari mavjud. U unga sochiladi va u yerda har xil zamkanyalar kelib chiqishi mumkin ekan, do'stlar. Was haben Sie investiert für den Melkroboter? Also für die Melktechnik, Karussell plus Milchlagerraum, also ein Milchtank und Vakuumpumpe, alles 2 Millionen Euro. 2 million yevroga 28 talik sog'adigan robot bilan nariyoqda o'sha sutni saqlab turadigan joyi ham bor ekan. O'sha joyda umumiy holatda 2 millionga tushgan deyapti. Albatta bu o'sha mana bu jihozlangan har bitta narsasi hisob-kitob qilingan. Haben Sie vom Geher. Neu ist immer besser, sicherer, nicht so viel Reparaturen und es ist halt entspannter mit neuer Melktechnik. Genau. Wir würden nie alte Melktechnik kaufen, weil die hat ihre Stunden schon geleistet, schon gearbeitet. Gebrauchte Technik ist immer ein Problem. Warum wird sie verkauft? Weil sie vorher Probleme gemacht hat oder weil es wieder was Besseres gibt. Genau. Das stimmt. Yana o'zbekchada ham bitta maqol bor. Eskini yamab esing ketadi, yangini olsang kayf qilasan degan joyi bor-ku. Amaki tog'amiz shuni aytib o'tdi. Eskini olibda ishlatganda baribir ham unda kamchiliklar bo'ladi, xarajatlar bo'ladi, undan ko'ra yangisini olib qo'ydik dedi. Chunki yangisida muammo yo'q. Wie viele Jahre Garantie haben gegeben? 3 Jahre haben wir jetzt, also Garantie. Zuerst 1 Jahr, aber dann mit Verlängerung 3 Jahre, 3 Jahre. Auf Ersatzteile. Und Arbeitszeit müssen wir bezahlen nach 1 Jahr bei Reparatur. Okay. Aber meistens ist Arbeitszeit der höhere Kostenfaktor als wie ein Teil. Außer Kamera, wenn kaputt geht. Ja gut, eine Kamera kostet 5.000 Euro, das ist natürlich was anderes. Aber wenn jetzt Kleinigkeiten kaputt gehen, ist 50 Euro Ersatzteil und 200 Euro Arbeit. Gut. Ya, asosiy mana kameralari qimmat turadigan narsalarga garantiya berilgan ekan. Qolgan narsalarga 1 yil garantiya bergan, qolganlari 3 yilgacha garantiya bergan. Lekin bitta narsa bu sotganda ham texnika qimmat bo'lgani uchun baribir buni qarab turish kerak. Shunday do'stlar. Endi esa biz davom etamiz. Herr Graf, ich bedanke mich für die kurze Infos und wir werden noch weiter. Genau, 6K live dann. Alle. Bedanke mich. Schönen Tag noch. Danke. Do'stlar, keyin endi bokslarni ko'rib chiqamiz. Bu yerda qanaqa joylar bor? Eng qizig'i bu yerda o'zbek akamiz ham ishlaydi. O'zbek akamiz shu yerda qochib yuribdi kamerada. Islombek, siz kelmasangiz bo'lmaydi. Assalomu alaykum. Sizda kamera, mikrofon turibdi. Endi bilamiz. Kameradan uyaladigan, lekin iltimos qildim, yo'q demadi Islom aka ham. Islom aka, faoliyat to'g'risida gapiring. Yurtdoshlarga ham qiziq. O'zbekistonda, Germaniyaga kelib sizga o'xshab mana shunaqa katta bir fermer xo'jaligida ish o'rnida yurgan akalarimiz bor, ukalarimiz bor, singillarimiz. O'shalarga nima tavsiya bera olasiz? Keling, qani mollarning kattaligini, molni kattaligini qarang bu. Semental mollarda bu вообще-ku. Qo'yil. Bizning faoliyat asosan sog'ish bo'yicha, ya'ni bu yerda 2 mahal sog'iladi, aytishdi, ya'ni ertalab va kechqurun. Asosiy meni ish faoliyatim ertalab, ya'ni soat 4 dan 8 gacha 4 soat mobaynida shu yerdagi ham barcha mollar sog'iladi va undan keyin 1 soat, 1,5 soat mobaynida, ya'ni shu ko'rgan karusellarni yuvib tozalash kerak. Ya'ni bilasizlar, endi mollar albatta go'nglar bo'ladi. Undan tashqari haftada 1 marta yoki 2 marta bu yoqda buzoqlar bor, ya'ni buzoqlarga somon solishim kerak, ya'ni u ham har
Ya'ni ko'p emas. Bo'ldi. Aka bo'lmasa sizni yo'l-yo'lakay so'rab ketaveramiz. Chunki har bittasi bizga detalni kerak. Bizni yurtdoshlar qarang. O'zimizda oxir qilib qo'yamiz-ku. Mana bu oxirni qarang-da. Mana bu yerda beton, mana bu yerda boshqacha beton. Sababi mana yalaganda ham yopishib qolmaydi-da. So'lagi bilan yopishib kir bo'lib ketmaydi. Top-toza turibdi tagi. Bu degani tagi siz tagini toza qilmasangiz har xil bakteriyalar chiqib ketadi. Keyin mollarda kasalliklar ko'payadi. Bilamiz, molning eng gapiradigan joyi bu oshqozoni. Uni oshqozonni yaxshi ozuqa bilan bersangiz, yaxshi sut ichasiz. Bilamizki, barcha ozuqa qonga singadi va 1 litr sut olish uchun 500 litr qon yelimdan o'tish kerak. Bu degani qonini top-toza qilib oziqlantirsangiz, molni qarang, molni. Vah, jonivor. Islom aka, endi sizga savol. Mana bu hozir bu qaysi boks bu yerda? Sog'iladigan boksmi? Aha, sog'iladigan bu ya'ni Simmental birinchi qator, keyingi Simmental 2, orqa tarafda Holstein 1, Holstein 2. Ya'ni bu yerda barcha 4 ta gruppa bor. 4 ta gruppa ham hammasi sog'iladigan. Salom, sog'iladi. Bu sig'imi, ya'ni har bitta gruppaning sig'imi 100 tadan molga mo'ljallangan. Lekin hozirda ba'zilari ya'ni tug'ish kerak, ya'ni homilador 1 oy qolgan, 1 hafta, 2 hafta qolgan. Ular ya'ni boshqa seleksion xonamizda. Shuning uchun bu yerda 80 ta, 90 ta, 70 ta mol bor. Shuni hisobiga kuniga ya'ni 300 ta, 350 ta mol sog'iladi. Do'stlar, agar sizga shu xuddi mana shunday mollar zotni qarang, mana mental zotlarni, baquvvatligini qarang. Agar shunaqa molni kerak bo'lsa, molni hal qilamiz. Ish kerak bo'lsa, ishni hal qilamiz. To'g'rimi, Islom aka? Xuddi shunday. Keling, endi boshqa bokslarni ham ko'rsatasiz aka. Keyin mana buzoqlar, keyin bizga eng asosiysi silos joylari qiziq. Qarang, fermerda shunday keladi, tashab ketadi. Hech kim teginmaydi ham. Bir narsalarni zakaz bergan. Mana qarang. Bu bochkada nimadir kelibdi. Bu menimcha shu robotorda yuvadigan qandaydir bir kimyoviy idishlar bo'lsa kerak. Do'stlar, mana bu yerda elektr jihozlari hammasi cho'tki turibdi. Qaysini o'chiradi, qaysini ko'taradi, eshikni ochadi, boshqa qiladi. Islom aka? Abay. Bu endi siz faoliyatingizda ertalab nechidan nechigacha ishingiz? Hamma shu 4 ta gruppani ertalab soat 4 da boshlanadi. Hammasini deyarli o'zim qilaman, ya'ni hech kim yordamsiz, chunki ko'rganingizdek 80-90% ish hammasi robotda bajariladi. Ya'ni bu yerda bitta inson kerak, ya'ni u nazorat qilish uchun. Mollar kiradi, ya'ni 80-90% o'zi biladi, eshiklar ochiladi, o'zi mollar kiradi, 10%ni men haydab olib chiqishim kerak va karuselga kirish kerak. Endi karuselda ham muammolar bo'ladi, ya'ni kamerasiga ko'rmay qolishi mumkin, ishlamay qolishi mumkin. Shu paytda men ishim shularni muammolar bartaraf qilish. Sog'maysiz? Yo'q, sog'mayman. Germaniyada yurgan o'zbek akalar, sog'ishdan charchab ketdingizmi? Tagiga charchadim deb hozir hech bo'lmasa ish bilaylik charchaganingizni. Akaga o'xshab bemalol soat 7 da kofechani ichib, sekingina mollarga qarab borasiz. Karuselda nima u? Kiryapti, robotda sog'yapti. Kirmay qolganini turg'izasiz, bir tepasida ham olib turg'izasiz. Shunday. Kirgizasiz. Qaraysiz, u yoqqa o'tasiz, bu yoqqa o'tasiz, soatni yozasiz, pulni olasiz, O'zbekistonga jo'natasiz. Shunday. Ishingiz topsiz lekin aka. Qarang, mana bu ikki tarafdan ham mollarni ustidan yomg'irlatib sepadigan, faqat havo beradimi bu? Bular faqat havo beradi. Ya'ni suv bilan sepadigan tizimi yo'q. Lekin hozir bu yerda uncha issiq ham sezmayapsiz. Hozir Germaniyada 38 gradus bo'lyapti-da issiq. 38 gradus. Lekin havo aylanishi yaxshi. Bu yangi texnologiyadagi, ya'ni oxirgi avlod molxonalardan desak bo'ladi. Shuning uchun bu yerda hamma narsasi hisoblangan, o'lchangan. Ya'ni havo aylanishlari, qaysi tarafdan shamol keladi, qaysi tarafdan chiqib ketadi, hammasi o'lchab hisoblangan hisobiga, ya'ni bu og'il salqin holda saqlanadi. Molni va haqiqatan lekin molni bokslarga ajratib qo'yibdi. Bilasizmi? Molga asosiy sut beradigan buning patinkasi bo'ladi. Patinkasi tuyog'i do'stlar. Endi tagni qarang. Mana bu tagini quruq turibdi, quruq.
toyib ketmasligi uchun betonni shunchalik ishlaganki betonni har tarafga ikki tarafga ham chizib qo'ygan. Sababi mol toyib yiqilsa bo'ldi, qaytib turmaydi mol. Tura olmaydi. Chunki tanani o'zi 700-800 1 tonnagacha tirik vazni. Shuning uchun asosiysi molni oshqozoni, keyin gapiradiganda tuyog'i do'stlar. Qolgan kallasi ishlamaydi. Kallasi faqat oziqlantirish biladi. Boshqa narsaga miyasi ishlamaydi-da. To'g'rimi, Islom aka? Faqat oziqlanish biladi. Oziqani bersangiz yeydi. Lekin nimani berishga ham e'tibor berish kerak. Endi mana qarang, sizga shu yerda oziqa to'g'risida ozroq so'rab o'tsam. Nimalar bu yerga qo'shilgan? Bu yerda asosan makka silosi, undan tashqari makka donini ham maydalab solishadi. Soya, vitaminlar bor. Keyin albatta men bu narsalar, ya'ni bular O't silosi? O't silosi. Mana do'stlar qarang. Ichida hidlasangiz borku, o'zimizda nonni eslaysizmi? Non, qotgan nonni tarxin qilardikdagina ichiga shakar sepib yerdik-ku. Ana shu mana bu talqon deymiz, talqon. Ana bu talqon, mana bu talqon bo'ladi do'stlar. Buni endi mol ham hidlasa, odam ham yesa bo'ladi-da. Siz o kommentariyada yozgan akalar bor. Aka, agar siz o'zingiz yeyishga tavsiya bermayapsizmi, uni sutini ichishga haqli emassiz. Sababi mana bu oziqa singib sutga o'tadi. Biling. Farzandli bo'lganingizda ham ayolingizga nimani yedirsangiz, bolangiz o'shani ta'mini sezadi. Mol ham shunday. Shuning uchun asosiysi uning tagi toza tursin, oziqani joyiga qo'ying. Ichiga qo'shadiganingiz makka silosi energiya beradi, o't silosi protein beradi. Ikkovining mutanosbibligi, ichiga soya shurot qo'shasiz. Ya'ni soya shurot eng yuqori proteinga ega, 40% dan 42% gacha chiqib ketadi proteini. Keyin ichiga raps shurot beradi. Raps shurot ham 36 dan 38% gacha protein beradi. Ana endi energiyani qayerdan olamiz degani makka jo'xori energiyasi arpaning kepagi, bug'doyli kepagi va makka jo'xori donining kepagi bu energiya beradigan. Ikkovining to'qnashuvidan ham mol yashaydi, ham sut beradi. Bilamiz, 1 litr sut olish uchun 3.6 megajoule energiya kerak bo'lsa, mana uni tarkibida makka jo'xori silosining tarkibida 7 megajoulgacha energiyasi mavjud.